Uzr. Ko'zmi bu? O'zlari-yu. O'zgarmabsiz. Siz bo'lsa anchagina amal 1 yildan keyin gaplashamiz degandim. Taqdir o'zi 3 oyda ko'rsatib qo'ydi. Mashina o'zingizniki? O'tiring, tashab qo'yaman. Kechirasiz. Eshikni ochib bering. Biznes chaqirganman-ku. Kira qilasizmi? To'g'risini aytaymi? Aslida biznesmenman. Kirani oyda yilda bir qilib turaman. 2-3 ta ochib qo'ygan bizneslarim bor. Ular men uchun ishlashadi. Mashinani kreditga oldingizmi? Odamlar shunaqa, bo'lsang ham bo'lmasang ham ko'ra olmaydi. O'zingizdan Sparkchingiz qani? Sotib oldim. Siqilmang. Hayotda hamma narsa bo'lib turadi. Qarang, shu chekkaroqqa to'xtatib yuboring. Pulni olib beraman, xo'p? Mayli, qo'yavering. Pulingiz bo'lmasa shart emas. Atak odamlarni qiynalgan paytda to'g'ri tushunish kerak. BMW M paket X7. Atak meni ham garajimda bor, pochkasidan. Qo'lga tushdingmi? Nima 3 oydan beri mashinani arendasini bermaysan? Nimaga telefonni ko'tarmaysan? Nima aka? Nima? Eshitding meni, iltimos, qochib ketayotganim yo'q, beraman. 3 oy bo'ldi mashinani olganingni. Hali bir tim bergani yo'q, kalitni ber. Aka. Kalit! Bu joyini qilib qo'ymadingmi? Kechirasiz. Xohlasangiz menda shoferlikda ish bor. 5 million so'm beraman. Endi bir kam qiz bolaga shoferlik qilishim qoluvdi. 10 million. Men hayotda 15 million. ko'cha supursam 20 million so'm beraman. Eshigimni ham ochib berasiz. Хорошо? Qachondan ishga chiqay? Xo'jayin. Siz nima meni g'urursiz deb o'ylayapsizmi? Hamma narsa meni pulga sotilmaydi. Nimalar deyapsiz? Oyligingiz bu. Tushunadingizmi? Rahmat. Oching. Ochinglar tashamay, ochyapman-ku. Voy, o'rtoq, jigarim. Voy, mashina dahshat kiyimlar, shofer bo'lib ishlayapsan. Qanaqa shofer? Nima deyapsan? O'zimning mashinam, qizim bu orqada o'tirgan. Voy, o'rtoq, buni bekat hamma ko'rmasin. Jigarim. Voy, seni ko'rsam, bitta ko'rlarim esimga tushmaydi. O'rtoq, mashina o'zingizmi? Nechni? Bitta hayding. Voy, jinnimisan? Men hozir qizim bilan ketyapman, aka. Bo'ldi, 7-sinfda og'ayning ayamasdan senga pereska olib bergan bitta mashinaga o'zing. To'xta, haydaysan, kech payt boraman, bo'ldimi? Bitta pereskaga alish o'rtog'ing. Va! To'xta. Bo'pti, faqat sekin o'tgin, xo'pmi? Bo'ldimi bu o'rtoq? Aylanmasak, to'xtasak. Qarang, anaqa xo'jayin, hozir bitta mujiklik qilmasangiz bo'lmaydi. O'rtog'im kelib qoldi, mashina meniki deb aytdim-da. Sizni qizim ham deb aytdim. Rahmat. Yaxshi kunlaringizni qaytaring. Rahmat. Voy, o'rtoq, dahshat u, mashina. Bu mayli, garajimda X7 bor, to'g'rimi? M paket 2025-yil ishlab chiqarilgan. Bitta qora, bitta oq. Oq ham bor aytgancha. Bo'ldi, qayerga haydaymiz? Men uyga borishim kerak. Ha, sizlarda dama ko'zirmi? Ne bo'ldi, to'xta, shunda uyga tashlab o'taylik. Ruxsat berilgan buni. Hayda. Qarang, faqat qilmamang, xo'p. Faqat qilmamang, xo'p. Xuddi o'zinikidek gapirishini qarab. Ketdikmi? Surdik. Deg urdi mana. O'rtoq, lekin bor. Mashinam bor, o'rtoq. Multfilm bor, gap bo'lishi mumkin. Halol peshana terim bilan olganman. Lekin borib tegib edim. Mana qala bor, puling bor deyning, yoningda yo'q. Puling yo'g'ida ham yoningda yurgan do'stlar uni tushunadi emas, mana qala. Короче, shoferlikda ishlaysanmi? Ishlayman. 5 million beraman. Ha. O'g'lim kelib turdi. 7 million beraman. Ay, qizim birga to'ldi o'rtoq. 10 million beraman, faqat eshikni ham ochib berasan, tushundingmi? Bo'ldi, senga yo'q, sen ishga ham qadriga yetmaysan, pulni ham yo'q senga. To'xta. Qachab 8 millionmi? Lekin sen 10 million deb bo'lding. Rahmat. Bo'ldi, ketdik, men shoferman bugun. 10 million bersan, 10 million o'zimga qoladi. Ketdikmi xo'jayin? Tushunmadim. Yangi shoferim. No roots for my home. Ha, nima bo'ldi? Oching. Sestam. Eshikni oching. Men ham eshikni aytyapman, bundoq tursangiz ochamanmi?
hozir. Men qara haydaysanlarmi yo'qmi? Hozir tushuntiraman. Jonim, shofyorlaringiz nimani talashishyapti? Shopir bo'lgandan keyin rul talashadi, jonim. Men sizlarga qanaqa qilib shofirlik qilaman? Bo'ldi, bilaman, mashina sizniki. Shopliz man, to есть Jamshid. Nu hozir u maqtanib qo'yibdi-da, chonsni поддержка qilmasangiz bo'lmaydi. Shuni uyga olib tashlaymiz bo'ldi. Mayli, unda meni ham shartim bor. Qana shart? Qatga yuramiz, xo'jayin. Mashlishni bo'ldi-da, lekin bor. Salonning ichini mana shu kamera zapis qiladimi? Yaxshi turgan ekan lekin. Keyin ham uylar qayerda? Qo'qonda. Qo'qonda? It might seem like a crap. Xo'jayiningiz bilan yigitingiz nimani kelisholmayapti? Yaxshi qiz mabodo taksida ketsangiz bo'lmaydimi? Endi bir kam shofyorlarni aql o'rgatish qoldi. Sen uyga tashab qo'yaman deding-ku. Ha, uyi Qo'qonda-da, o'rtog'im. Qara, undan ko'ra mana Rizogo degan yangi programma chiqqan, o'zimizniki. Mana Любой областинga olib borib qo'yishadi. Shunda jo'nata qolgan, orqada 2 kishi maza qilib ketadi, 3-kishini olmaydi. Maqtanib qo'yganman-da. Komfort chaqirib beraman. Mali bu 2 BYD Honjalar keladi. Xo'p degan? O, pulini ham o'zing to'laysanmi, domla? Oshding lekin. Men oshaman-da, video menda bo'lgandan keyin oshaman-da. Bitta zapal sanda bor, sanda bor. Bo'pti, pulni ham o'zim to'layman. Oh baby, baby. Qani? Shartingizni aytasizmi? Oops, I did it again. Siz oligarxsiz, sizni pulingiz ko'p. Tushundim, oligarxman, 2 ta BMW'm bor, bitta Mercedes bor. Qaltiraman faqat. Qaltirayotgan, bir nima qolsam bu yerda? Bular mana bu ishim bo'ladilar. Shu mandan kechib topganing shu bo'ldimi? Mandan nima ustun joyi bor ekan? Kulmang. Bular meni chin yurakdan yaxshi ko'radilar. 2 ta BMW, bitta Mercedes ham bor. U mashinalar menda ham bor. Nimasi ustun yana? Bularni bankda $1 million bor. Ha, meni $2 million pulim bor. Nima kam? Oyligingiz 25 million so'm qilib beraman. Bular meni chin yurakdan yaxshi ko'radilar. O'rtoq nomini Rizogo dedim. Qachon yaqin? Kim bilasiz bu? Qalay qilayni? Uzr qizlar, kech qolib ketdim. Senga yarim soat vaqt, tushundingmi? Vau! Iltimos, 1 soat o'tiring. Vau! Yarim soat davommi? Hozir qizlar, men sizga 1 soat davomman. Hozir yarim soat deb turdingiz-ku. Aslida bu meni sobiq qizim. Hozir men unga shofyorlik qilaman. Oyligim 20 million. Hozir boshlig'imning maqsadi? O'rtoqlarimga ko'proq maqtangim kelib qoldi, nima qiling? Bu bo'lsa meni o'rtog'im, meni boshliq deb o'ylaydi. Oyligimni yarmini berib shofir qilib ishga olganman. 1 ming. Senga 1 soat vaqt, tezlash, kech qolma. Puling ko'p bo'lsa maza. Xo'rliging gaping gapiraversan. Bu dunyoda pul bilan любой muammo hal qilsang bo'ladi. Vo, как раз muammo deganingga. Gayin nima qilamiz? Gayi? Zo'rg'a 1 soatga ruxsat berganda. Yigiting такой дерзкий ekanmi? Meni yigitim. Mashina sizdanmi? Qanday ishni? Aka, buni BMW'si ham bor, 2 ta garajda. Hujjatlarni ko'rib qo'ysak bo'ladimi? Qarzdorligi bor ekan. Qarzdorligi bo'lsa to'laymiz, brat. To'lang? Xo'laganinglar zakaz qiling. Bugun hisob meni yigitimning nomidan. Oo, sandan ham boymi? Aka, hozir yonimda rostdan 1 tiyin pulim yo'q. To'lay olaman muammo. Xo'jayin, maydalashib o'tirasizmi? Hal qilib yuboring, bo'ldi, tamom. Katta ro'jada ishlaysizmi deyman, ha? Hozir kelaman, hal qilamiz, brat. Shunaqangi mehribon, shunaqangi meni yeri ko'p. Menga qara, men sensiz 1 soat chidolmas ekan. Shunda qara. Rostdan sog'indingizmi? Bu birinchidan gulli pulini to'lab oling. Ikkinchidan tashqarida gay turibdi. Mashinaning qarzi bor ekan, shtrafni o'tib oldi. Hozir. Komandir, og'aynim jarimalarni joyida shaqillab to'lab tashlaydi. Faqat bitta muammo bor. Nima muammo? Shu bitta qizga ilakishib qolgan o'shani olib ketdi. U qiz buni sog'ib yuribdi. Hajiyan, Gaplashdim, tog'am 1,5 minutda kelyapti ekanlar. 200 mingga gaplashdi. Normalniy. Olib kirganingizdan nima foyda? 4 minutda chiqib ketamiz. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, tog'a? Tog'angizmi? Assalomu alaykum, aka, tog'a. Qaysi biringkiydi mashina? To'g'risi, tog'a, mashina bularniki, jiyaningizniki. Men bilan shopirlarman, meni shopirim men bu. Tushunmadim. Tushuntiraman. Sen ikkalang men bilan yur. Bunaqa sevgi yo'q. Yigitini qutqarishni shopiraman dedi-ya. Vau! O'zbek kelasiz meni shopirim. Vau!